Green Card farg'onaliklar uchun foydali bo'lgan bepul reklama. Bir tomonim Telemozor, hamma biladi, ikkinchi tomonim Toji Mahal. Mana bu joyda o'z ishini ustasi bo'lgan, ko'plarga Amerikani kashf qilib bergan, mana shu shashvarlarni ko'rishimga sababchi bo'lgan bir qadrdonim shu joyda hech kimga ko'rinmagan holatda faoliyat olib boradi. Bugun shu akamiz bilan kirib tanishamiz. Bu videoni o'zingiz hurmat qilgan barchaga jo'nating. Hammasi rahmat aytadi sizga. Sababi Green Cardda hamma o'ynash kerak. Bu lotereyani hech qanaqangi ziyoni yo'q odamga. Sizga beradigan foydasi butun boshli hayotingizni tubdan o'zgartirish imkoniyatini beradi. Bu juda katta narsa. Bunaqa o'yin yo'q. Ofis 2-etajda oilaviy ko'pchilik bemalol kelish uchun sharoit yaratilgan. Mana bu joyda oxirgi yillarda lotereyadan shu yerda o'ynab yutganlarda ma'lumotlari joylangan va shu jumladan men ham borman. Assalomu alaykum Farhod aka. Alaykum assalom. Xayrli bo'lyapti aka sezonga tayyorgarlik. Xudoga shukr. Mahluqchamiz bilan ancha bo'ldi tayyorgarlikni boshlab olganimizga. Bag'an endi yaqin qoldi, oz qoldi. Sekin harakatni boshladik, xudo xolasa. Farhod aka yutuq chiqqandan keyin ham aloqada bo'lib turasizmi? Deyarli hammalarini o'zim kuzatib olganman, aloqada bo'lib turamiz. Mana eng oxirgilardan ilgari kuni Aslbek ketdilar Toshloqdan. Nyu-Yorkka tushdilar. Endi nodir holatlardan Jamoldan karantin paytida yutib ketolmagan edi. Yana yili dadalariga chiqdi Qazonboy akaga. Bundan tashqari Marvar aka ustozga ikkita o'g'illari bizdan yutib ketishgan, ketma-ket. Уже 1 yil o'tib aygan chiqdilar. Uni Anvarjon Qo'soydan yutsam mashinani tashlab ketaman degandilar, mashinalarni tashlab ketishdi, o'zlari ketishdi. Men minib yuribman hali. Malades. Meni ham yutug'imda aka juda katta hissangiz bor sizni. Sababi balkim menda umuman tushuncha bo'lmagan, qanaqa nima bu. Yutuq chiqqanini sizdan eshitganman. Balkim siz aytmasangiz qolib ketardi, shu bilan o'tib ketarmidi. Bizda shu arxiv qilib olib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi, misol anketani yo'qotib qo'yishi bor, esidan chiqishi bor. Kelsa bepulga beramiz yana chiqarib. Umuman esidan chiqqan odamga ham bir qator tekshirib yutganlarga beminnat shunday telefon qilib aytib qo'yiladi. Green Card yana bir siri, asosiy sel bu rasm. Rasmga e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana tushgan rasmim e'tibor beringlar. Qora futbolka, hech qanaqa rangsiz, gulsiz, oldi dumaloq, yoqasiz va 2 kunlik soqol. Yaltiramaslik kerak yuz. Ayollarda ham xuddi shunday, qora kiyimda, hech qanaqa rangli, gulsiz bo'yanmagan holatda, mana shu holatda sizni yutish ehtimolingiz 50% ga ortadi. Bu joyni u gapni hech qayerda eshitmagansiz, menimcha.